uchrashuvimiz qatnashchilari, men Qo'shrabot tumani Agrobankda boshqaruvchi o'rinbosari bo'lib ishlayman. Ismim Muhammad Husan. Tadbirkorlarga hozirda Prezidentimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shularni hisobga olgan holatda men sizlarga bankimizda tadbirkorlarga qanday kreditlar berilishi to'g'risida tanishtirib o'tishim kerak. Prezidentimizning qarori bilan, 212 qarori bilan tadbirkorlarga kredit to'lovlar ajratilmoqda. 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garov bilan. Bu kreditdan qanday foydalanish mumkin? Aylanma mablag'ga olishingiz mumkin. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, chorvachilik, tikuvchilik yo'nalishlariga kredit berishingiz mumkin. Bu kreditga 100 million so'mga garov so'ralmaydi. 100 million so'mdan oshgan 300 million so'mgacha garov bilan kredit beriladi. Muddati endi yo'nalishga qarab beriladi. Eng uzoq muddat 2 yilgacha beriladi. Bundan tashqari jismoniy shaxslarimizga ham kredit liniyalarimiz mavjud bo'lib, bu bizga biriktirilgan 10 ta mahalla biriktirilgan. O'sha mahallalarda biznesga birinchi qadam, mahalla loyihasi, dastur asosida kreditlar ajratiladi. Xotin-qizlarga kredit foizi 2%, o'tgan oyda 2% nimasi tushirildi foizi 23% dan berilyapti. Ayol kishilarga, erkak kishilarga 25% dan berilyapti. 5 yil muddatda beriladi. 1 yil, 2 yil imtiyoz davri bor.